O'rganish kerak. Yaxshi odam bo'lish kerak. Xudodan qo'rqish kerak. Kuykanaylar, yig'ishtiring kuykanayligingizni. Chaqimchilar, yig'ishtiring chaqimchiligingizni. Kibrlilar, kim bo'lsiz o'zingizga, pulingiz bormi, tanishingiz bormi, mansabingiz bormi? Bizga nima qizig'i bor? Bizga nima qizig'i bor? Kimsiz, nimasiz, men kimman, nimaman, sizga nima qizig'i bor? Pulingiz bo'lsa o'zingizga, obro'yingiz bo'lsa o'zingizga. Qudangiz bitta joyda ishlasa, bizga bir tiyinlik qizig'i yo'q. O'ylamang, Xudoam bilan qo'rqitaman deb. Men shukurlar xori bo'lsam o'zimga. Siz palonchi boy bo'lsangiz o'zingizga. Katta ketmang. O'zingizni katta olmang, kibrlanmang. Ba'zi odamlarni past sanamang. Liboy narsadagi kibr harom. Qiroati bilan o'zini katta olsin, harom. Ilmi bilan o'zini katta olsin, harom. Puli bilan, mansabi bilan farqi yo'q. Kibr liboy narsada harom hisoblanadi. Rasululloh alayhisalom donda urug'icha kibring bo'lsa jannatga kirmaysan deganlar. Bu jiddiy e'tiborga olib, jiddiy buni muolaja qilish kerak bo'lgan illat bu.